Assalomu alaykum aziz obunachilar, Ibrohim kanalining kuzatib boruvchi obunachilari, aziz obunachilar, shvedlarda zo'rlarini akalar tavsiya qilib o'tadigan yerdamiz. Narx-navosi, sifati, sizlarga sorti, holati, farqi akalar chiqarayotgan akalarimizdan, ukalarimizdan narx-navosi sizga ma'qul kelsa, aloqaga chiqib akalar telefon pastga nomerlarini qo'yamiz. Ikkita nomer desa, ikkita nomer qo'yamiz. Bitta desa, bitta qo'yib qo'yamiz. Akalar narx-navosi, sifati, holati, buqalarimizni ko'rinishi, yemog'i, ichmog'i bir hafta sinovlari bilan beramiz. Akalar eng qizig'i yashur. Mana yashur emas, mollarimiz xudo xolasa top-toza, yemog'i, ichmog'i, sifati, sorti aytyapmiz. Uzumon qarang, shvedni go'zallar. Akalar, do'sti birodarlarga ulashib qo'yinglar, shunaqangi videolar, arzon joydan, sifatli mollarni optim yerlardan chiqarib boryapman akalar. Manaqangi puli yengil yerlarda. Xudo xolasa sizlarga akalar ko'rsatib o'tamiz. Manzilimiz Andijon tumani Ayrilish mahallasi. Arzonchi ukamiz. Ukamiz oldi bugun mollarni yangiligi bor edi. Shvedlarda zo'ridan akildim aka. Hayot beradigan ukamiz bor. Greenford, bu yerda anguslar chiqarganmiz akalar. Endi shvedni zo'ridan olib kelib qo'ydim aka. Keling. Zo'rlaridan obunachilarga ilindi deydi. Narx-navosini ko'rsatib o'tamiz akalar bir chekada. Sifatiga, sortiga o'zingizlar baho berib, hozir Hayot Bey bilan to'liq ma'lumotlarni olamiz. Ramzon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, charchamasdan obunachilarimizga ham assalomu alaykum. U tomonga o'tib oldik. Charchamasdan. Ha, bo'zaylardan bir oldidan tomosha qilyapman aka. Oyoq qo'llarini ko'rib uynayapmiz-da. Ay maşallah. Aka, shu bo'zaylarimizni olib keluvdik. Aha. Inshaalloh yengil bir partiya. Shu ikkovini ko'ring aka. Bo'l. Hozirchi akalar 1 minutga pauza oladi, shuni o'tib olaman tomonga. Ketdi mana aziz obunachilar, mana kirib oldik. Xudo xolasa narx-navosi bo'ylari 1 metr ikkovini ham, xudo xolasa. Aka, bo'ylarini 1 metr deb berdi odamiz. Aha. Bo'zaylarimiz 1.5 tonnani berdi deb bo'zaylar. Bu yoq, xudo xolasa. 1 metrga deb beraylik. Qiziqishga o'lchab ko'rsa 1 metr deb oluvdim, 1.5 ekan bo'yi deb xursand bo'lib qolishadi. Albatta. Inshaalloh aka. Shu yerlaringiz qizadi aka. Xo'p, bu ikkoviga nima deymiz? Ikkoviga yengil, chiroyli qilib. Aka, ikkov bo'zagimiz xudo xolasa molni tanigan, bilgan odam bo'lsa aka, Aha. kelsa kelmasa 15 million so'mdan ham sotib qo'ysa bo'ladigan narsa aka. Aka, 15 million, 14,5 million unaqa pullar yo'q. Aha. Ikkovini jupiga aka 28 million so'm deb narx aytaman. Bitta boshqa ayting. Hayot Bey. Kamini ham qilib beraman aka. Siz arzonchi deb odamlar biladi. Aka, 13 million 500 ming so'mdan vodiy bo'lyapti. Qayga bo'lsa 700 beraman. 13 milliondan bo'ladi. 27 million so'mga. 13 milliondan obunachilarimizga Yo'q, chiqarib beramiz. 13 million so'mdan hisobi chiqmaydi aka. 26 ning ustiga yursa Gap so'z yo'q, 27 million so'm bo'lsa aka, ha xo'p, haydini ham qilib beraman. Endi o'ziga kelsiz, voy bola, shunaqa. Haydini ham qilib beraman aka. Imkon qadar narx tushirishga harakat qilamiz. Nimaga? Sizlar tomonga akalar, menga ham oson emas deydi-yu. Ham bu yoqqa yoqish kerak deydi, ham u yoqqa yoqish kerak deydi. Albatta aka. Xo'p. O'zaydi. Ularni ham cho'qqa itabar olmaymiz, obunachilarimizni ham cho'qqa tiqmaymiz. Imkon qadar narxini kelishilgan holatda qo'yiladi. Xo'p. Kelgan bo'zaylar xudo xolasa ikkovsi ham. Polvon ekan, ikkovi ham sifati, sorti zo'r ekan. Ana azobunachi bularni holatini ham ko'tarib ko'rib qo'yinglar. Bekatga o'tkazmadim-da bu yoqqa sizni, bekatga mollarni ichkariga qamamadim. Mana mollarni oldini ham bir ko'rasiz dedim-da aka. Oldilarini. Endi akalar, old tomonga o'tamiz. Mana kashani turibdi. Oq quloq, oq tumshuq. Chiroyli, tozasidan so'raganlarga xudo xolasa. Hozir narx-navolarni aytamiz bu tomonga. Nay tomonga o'tib olaylik endi. Xo'p. Ibrohim aka, Voy, mashalloh. Polvon u ha bu. bir jup go'zal bo'zaylardan boshlaylik mana. Akalar shvedni Yana ana olib baxiy aka maza qiling deydigonidan ketdi. Haqiqatda shvedim bor, molim bor deydiganlarga mana akalar. tuyalarini qarang bo'zaylar aka. Tuya ham akalar hali sakat tuya deysizlar, xuddi shunaqa tuya. Yayilib ketgan tuyadan emas. Xudo xolasa molni, sorti, sifati, ha? Hamma yo'g'i joyida xudo xolasa. Naql maqtab beraman desichi. On qaranglar. Men chiroyli molni ko'rsam gapirgim kelib ketadi, to'g'risi. Mayli, xo'p. Molni men maqtasak ham mashimo. Mashimo. Xolasa yemog'i, ichmog'i zo'r bo'lsa bo'ldi. Aka, yemoq, ichmog'i ham doimiydek, bir hafta bizni bo'ynimizdagi narsa. Albatta. Inshaalloh Dastlabkidan umuman o'ylanmayman. muammosi yo'q. Aha. Yashil yechamizmi? yashildan bo'lay hamma narsasiga xudo xolasa aka javobini qilamiz. Albatta, albatta. Aka, bo'zaylarimiz bir jup bo'zaylar. Unisini ham hozir yechib ko'rsatamiz aka. Aka,
Jupini oldim degan odamga, Ha, men bunisini ko'rsataman, ha, aytor. jupini oldim degan odamga aka, Aha. gap so'zi yo'q. Ikkovini bir qilib baxsan aka, 16 million 500 ming so'mdan aka 33 million so'mga beraman aka. 16 million 500. 16 million 500 ming so'mdan aka. Aytilayotgan paldan chicha o'tadigan yerimiz bor. Gap so'zi yo'q aka, behayr bo'lmaydi, haydini ham qilib beraman hozir. Ana, joningiz sog' bo'lsin. Hayri bor insonlar bilan gaplashib maza qila Aka, olinglar akalar. Xudo xolasa. Shved bo'zayda o'zini baqaman degan odamni 27 millionga qayga bo'lsa yetkazib beraman. 17 millionga. Adashib ketdim. 17 millionga qayga bo'lsa yetkazib beraman aka. Turistiklar, xudo xolasa 17 millionga o'tib beraman, deng. 17 millionga yetkazib beraman aka. Yetkazib beraman. Unisini 17 millionga o'tib beraman aka. Unisini 16,5 millionga ham haydini qilib beraman inshaalloh. Vodiy bo'ylab yetkazib Ha, beraman. vodiy bo'lib yetkazib beramiz aka. Bo'ldi. Endi tog'li yoqdan ham ko'p xaridor bo'lyapti bu Shvedda hozirgi kunda. Shunga so'rayotgan yerim. Aka, Tog'li tog'li yog'iga yog'ini ham kelishamiz. Bo'ldi. Любой xotiga kelishamiz inshaalloh. 17 million akalar. Bilmadim endi. O'zingizlar fikr qilib chiqarayotgan akalarimizdan, ukalarimizdan narx-navosi sizga ma'qul kelgan bo'lsa, pastga nomerlar turibdi, xudo xolasa aloqaga chiqarasiz. Bu yog'iga aka mana shu 6 ta bo'zagimiz. 6 oy ham bo'ylari 2, 3, xudo xolasa zo'r ekan mana shu. 6. Aka, bu 6 ta bo'zagimizni Aha. Holen jup-jupiga olsin. Holen 6 ovini bir joyga olsin aka. 6 on bir joyga bitta aytingchi, pas balandini bitta aytamiz. 6 ovini bir joyga oldim degan odamga aka, bularni ham 16,5 milliondan beraman aka. 16,5 million. 16,5 milliondan bir joyga beraman Bir bu joyga. joylarni ham aka. Xayri soni bor. Haydini ham qilamiz aka, gap so'z yo'q. Pas balandchi, plus minus qanaqa bo'ladi? Aka, plus minusi katta emas raznitsa. Aha. 16 milliondan 17 million so'mgacha savdosi bo'ladi. 500 ming plus minusimiz bor ekan. Ha, o'rtada 1 million o'ynaymiz aka. Ha. 500 ming plus minusimiz bor ekan. Akalar savdo qilishga oson. Qaysidir mol 500 ming qimmatroq bo'lishi mumkin, qaysidir mol 500 ming arzonroq bo'lishi mumkin. Mana bo'zaydi ko'ring. Sortiga, sifatiga akalar mana. Mana bo'zaydi, aka, mana kengligiga ham bitta e'tibor berib qo'yinglar. O yelkalar ham kengda bunda. Kelarlarga chiq. Janivor, turishini qarang. Ular akalar nayt tomonga qarab turganda bu ko'rinmaydi. Aka, sifati. tuyalarini qarang bo'zaydi. Mana turishini qaranglar. Qoni toza narsalar xudo xolasa. Xudo xolasa. Zo'r buqalar. Aka, shu 6 ta bo'zaydi ichida baylanib turibdi bo'zay. Aha. Bo'zaydi o'zi narx-navosi 18 million so'mni nari berisida ketaveradigan. Ha. 17,5 millionga o'ynab kulib oladigan. Shular ichida 16,5 milliondan ketaveradi aka. Ketaveradi, ha? Yakka savdosi yo'qsa 17 million so'mga beraman aka. O'tib beramiz. Bo'ldi gap so'zi aka. Siz gapingizni qaytarmaganman hech ham. Ha, joningiz sog' Haydi bo'ladi aka. Haydi bo'ladi akalar. Bo'zaydi qarang. Zo'r ekanlarga. Haqiqatda gap yo'q. Puliga arziydigan buqalar akalar. Bitta narsada aziz obunachi, vaqtingiz bo'lsa, imkoningiz bo'lsa, olmasangiz ham keling, eshigimiz ochiq. Xudo xolasa molni tomosha qilib, sortiga o'zingiz baho berib, keyin borib uyingizga borib komment yozib qo'ysangiz ham mayli. To'g'rimi? Albatta. Kelmasdan turib, ko'rmasdan turib molni sortiga haligidan qilmanglar, iltimos sizlardan. Aka, bo'zaydi. Xo'p. Hayotbek, mo'va kattalarga o'taylik endi. Kattalarga o'tsa aka, turmasdan, xudo xolasa. Ularda o shvedlarda olib chiqing endi, ko'rsataylik endi sekin. Ularda endi shu bo'zaydi ham bir ko'ring aka. Oma bular tanagan azoblanishlar, xudo xolasa. Mana shu partiya go'zal partiya ekan. Soni oz aka. Soni oz. Terib olingan bo'zaylar. Albatta. Ular o'zicha Greenfordlarda ham, Anguslarda ham zo'r kelardi-yu. Inshaalloh xudo xolasa. Bu mollarni ham zo'rini terib turardi, o'zi hamchi. Bo'zaydi qarang. Buqalar akalar sifati, sorti xudo xolasa sizga ma'qul kelgan bo'lsa, hayot berdi nomerini qo'yib o'tamiz. Xudo xolasa aloqaga chiqa olasiz. Ammo zo'r narsa ekan. Bu ham biri 15 chiqib qoladi Hayotbek. Biri 10 deylik aka. Biri 10 ga bera olamiz, ha? Biri 10 deylik bo'zaylar. Biri 10 ga, lekin o kattalari chiqadi xudo xolasa. Inshaalloh. Kattalari chiqadi. Sekin ashlarni ham chiqarib olaylik endi. Albatta. Kejanon. Yurishiga ham bitta e'tibor berib qo'yinglar. Oyoq qo'li putulliligiga, sifatiga, sortiga. Xo'p. Mon qaranglar, akalar, nima deyapti bular? Nima deyapti mon jonivorlar? Turishini qaranglar. Voy, malades. Ammo yig'ibsizlar buqalarni-chi. Mash partiya nechta ekan? 7 ta ekan, 7 ta olib bitta olgan. Mashina necha? Hayotbek, ko'raylik. Obunachilarimiz ko'rsin, bu shved ishqibozlari bor, xudo xolasa. Narx-navosi ma'qul kelayotgan bo'lsa, aziz obunachilar telefon qila olasizlar. Bay, nima deyapti bu jonivorni? Turishini qarang.
Oy malades. Mana shiveting bormi desam, molim bor deb yetalab olib kelib ko'rsataveradigan ekan. Ayollarni akalar sakat uyadi deysizlarmi? Shunaqa tuyadi. Monqaraylar akalar. Hali yoshda bu monqaraylar. Aka Hali 6 oyda yosh. narsa berish deb o'zi. Yosh Boring 7 narsa. oy deylik. Yosh narsa. O'ta yosh narsa. Ko'chat yosh. narsa inshaalloh. Ko'chat, Aka sorti. zotga bahsi ham bo'laveradigan o'zi. Albatta, albatta. Inshaalloh 100%. 100 go'zal narsa ekan. Xo'p, Hayotbek yana bitta ham tapchikaliga, meniki narxini ham aytaylik endi. Bularni общий aytamizmi yo ikkita aytilar? Aka har qanaqachasiga narx-navosini yozib beramiz aka. Aha. Obunachilarimizga, bizni kuzatayotgan odamlarga tushunarli bo'lish uchun. Ha, albatta. Eng qizig'i tushunarli bo'lishi kerak. Albatta. Mana ham tapchikalaymi akalar, nima deysizlar? Zanvor, mashinasini ham yeching. Buni ham aka ishqivozi azobonachilar ishqivozlariga tavsiya qilamiz bularni, ishqivozlariga. Ana buqani ko'ring endi, sortini ko'ring, sifatini ko'ring. Oyoq qo'li buzuq, sifati zo'r narsa. Tuyalarini qarang o'zayda aka. Kejanvor. Tog'da yurgan molda oyog'i deydi, hali obunachilarimiz o'zi aytadi, bunday tikka turadi deydi. To'tuyoq bo'ladi-da aka. To'tuyoq bo'ladi. Mana ashi tuyoq, mana shunaqa bo'ladi, to'g'rimi? Aka o'zi. Ana jonivorni turishini qarang. Qomatini qarang, jonivor Hayotbek bilan bir xil bo'lib turibdi. Biz jonivor bo'y bosdi. Ana jonivor kengligini qaranglar. Ana sorti. Ana bitta bo'lsa ham, yagona ekan. Albatta. Xo'p, Hayotbek, yana bitta hamtasini olib chiqaylik, lekin narxiga o'taylik. Obunachilarimiz ko'rib, o'zi baho berib, Kejanvor. Xudo xolasa, akalar hammasini olib baqib maza qiladigan yerida ekan. Dastlabkani umuman o'ylamaylar. Agar hammasini kelishib qolsanglar, mana shu yerda turgan 7 tasini butun O'zbekiston 18 ta molimiz bor 18 ta molimizni kelishib qolsanglar, aytgan yeringlarga dastlabkasi bekor. Butun O'zbekiston bo'ylab aka. Ana. Har doimiy gapimiz oxirgi istalmagacha. Oxirgi istalmagacha. Hammasini kelishib qolsanglar, xudo xolasa, narxini akalar sekin-sekin o'zingizlar qo'shib turib, yaqini kelisha olasizlar. Meni tavsiyam gruppa kelishib olib turib, hammasini olib keling deb olasiz. Albatta. Ana bu yoq buttash narsa ekan. Ana bo'zi. Sifati, sorti, qaranglar. E'tibor beringlar akalar, molni bekarga sizlarga hamma yo'g'ini ko'rsatmayapman. Maza qilib ko'rib, mol olishda adashmasin deb ko'rsatyapman. Mana. Aka, ichmoqlari ham o'ta go'zal ekan, bo'zalari. Sinab. Bo'zalari jinni charchag'i chiqsa, ko'radigan, tomosha qiladigan mollar aka. Inshaalloh. Moling bormi desa, bor deb olib kelib ko'rsatadigan bo'zallar aka. Yo'q deydigan yo'q ekanda, Hayotbek. Yo'q deydigan molni o'zi yo'q ekanda, bunga olib kelgan mollar deysiz. Endi Hayotbek narxiga ham o'taylik endi. Endi aka maza qilib ko'rdi. Buni ko'p cho'zmaymiz. Aka, bir jup baqaman degan odamga. Aka, 22 milliondan 44 million so'mga beraman deb niyat qildim. 1 million kamiga beraman. 43 million so'mga aka, ikkovini bo'lsa beraman aka. Xayriy soni bor. Haydani ham qilib beraman aka. Bexayr olmaydi. Baraka toping, shunaqa deb turing. Mana shu bo'zagimiz o'zi deydigan odamga aka 22 million so'm hayri bor. Hayri bor. Joni sog' bo'lsin. Bu ikkov bir jup aka. Ikkovi ham bir jup narsalar. Aka 21 million so'mdan 42 million so'mga kamini ham qilib beraman. Kamini ham qilib berasiz. Mayda kuyda emas 500 ming so'm kamini qilib beraman aka. Ana. Dastlabkasi vodiy bo'ylab o'zimni tanim. 21 million so'mdan 42 million bo'lardi. 41 million 500 ming so'mni aka eshigiga yetkazib olib beraman. Sortiga qiziqqanlar akalar, xudo xolasa aloqaga chiqa olasizlar. Bu uchovi bitta olarmi yo ikkitami bu ham? Bularni aka Malonisini o'zini deylik. Yomon ekan. Mana shu bo'zayda o'zini deydigan bo'lsa aka 19 million so'mga beraman. 19 million xayriy soni bor. Xayriy soni bor. Aytilayotgan pullar yo'q pullar. Kelishamiz. Hozir uchovini bitta qilsin aka. Uchovini bitta qilsa. Narx tushadi. Tushadi. Pastga qarab tushadi. Pastga qarab tushadi. Uchovini bitta olaman degan odam bo'lsa aka. Bitta eshitib beryapsizmi? Gap so'zi 60 millionga ketdi aka. Ketdimi 59 millionga? Nimasi bor? 60 million so'mga ketdi. Men ham ko'p so'raman. Dastlabkasi haydi. Harakat toping. Hop, bu ikkovi. Ana akalar. Yelkaligidan olaman deganlar akalar. Juda zo'r narsa ekanman. Hop. Aka, ikkovini deydigan bo'lsa,
Gap 18 million so'mdan 36 million so'm berishsan aka. 18 million so'mdan 36. Bundan 500 ming so'm kamini qilib bersin. 35,5 millionga. 35,5 million so'mga ketdi aka. Xudo xohlasa akalar. Dastlabkasi meni tani. Voy malades. Buqalarni narx-navosi, sifati, holati sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa Inshaalloh. akalar aloqaga chiqa olasizlar. Hayot berdi nomerini. Aka? Nechta nomer qo'yamiz? O'zimni bitta nomini Bitta nomer qo'yiladi qo'yamiz. aka. Xudo Telefon xohlasa. qilinoladi, xudo xohlasa onlayn, offlayn savdolarni qilamiz. Imkon darajasida hammaga yetkazib berishga harakatida bo'lamiz. Bozoringizni bersin, yaxshi insonlar keladi, yaxshi kayfiyatda savdo qilish nasib etsin. Albatta, albatta aka. Eng gilamlisi aka, yemoq, ichmoq, oyoq og'riq, ko'z og'riq bir hafta sinovi meni bo'ynimda. Ana azobli. Yashil qilib qo'yishmasa bo'ldi. Yashirib qo'ymasa, bo'ktirib qo'ymasa bu. Inshaalloh bo'lmaydigan bo'lsa, qancha yesa yana olib kelishadi. Ha, joningiz sog' bo'lsin. Bozoringizni bersin, Hayotbek.